Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan men Dildo'st Shaymanov. Bugun sizlar bilan men African Alistair bilan o'ynaymiz. Do'stlar, yangilanishdan keyin ko'p o'yinchilarning nima desam bo'ladi? Ko'p o'yinchilar ko'tarilgan, ulardan biri mana Luka Modric. Buni hozir sotib oldim, videoga olmadim. Tushib ketganlardan Romelu Lukaku va Viktor Gyökereslar ham bor menda. De Bruyne shu holatda, Carvajal ham bor. Carvajal ham tushib ketgan. Do'stlar, sizlar bilan endi men o'yinni boshlayman. Aytgancha mana qaranglar, yangi logo qo'ydim. Va avval Real Madridniki edi. Hozir men O'zbekiston nimasini qo'yib qo'ydim. Qani go do'stlar. Vinicius juda ajoyib qochadi hozir. Agar tomosha qilsalaringiz. Alessandroga pas. Cancelo Rodrigoga. Rodrigo qochdi Rodrigo. Federico qanday chiqib keldi, qoyil, lekin Rodrigodan juda chiroyli pas bo'ldi. Qaranglar. Mana. Valverde, qaranglar. To'p tegmadi-ku. Lekin chotki mixlab qo'ydi. Juda ajoyib tarzda va o'yinni boshlaymiz. Marmush tushib ketibdi, shuni bildim. Vandikdan pas. Vinidan xato. Ikkinchidan Vinini olamiz. Va Marmush. Aman. Mana Vinini qochishi. Ajoyib gol Cristiano'dan. Viniciusdan ajoyib uzatma. Juda zo'r bo'lyapti o'yin. Ana, yana Viniga pas, yana qochadi hozir. Agar Salah to'pni olib qo'ydi. Diombele. Trent. Malades balasanda o'zing ham. Ronaldo qochdi. Yaxti. Mayli, agar hozir gol ura olsam bu. Yana Ronaldo. O'ziga tashlab berdi. Aniq uzatma bilan Vinicius Junior qochyapti va yana burchak to'pi. Vandik bosh bilan zarba va gol. Ajoyib gol. Hozirda Trent Alexander 45-daqiqada chiroyli pas berdi, bo'ldi. Hozir shu bilan darvozabonga tashlab bersam, tugaydi. Ajoyib allash. Video ko'rsatammikin dedim. Ko'rsatdi do'stlar. Do'stlar, bir kun qolibdi. Endi men qachon boya oting quruq nima edi? Sotib olaman. Ot esidan chiqib ketdi, qarochi. Sezon pas, esimga keldi. Va yana Valverde. Xavfli bu bola deganmanki, xavfli. 4-0 do'stlar, 4-0.
Yana. Vandek chopish kerak. Bellingga. Uy! Yo'q. Ana ajoyib seyf. Bunisi bo'lmadi lekin. Do'stlar, men har doim birinchi o'yindan bilmaydiganlar ko'p bu paslarimni. Onani ushlab oladi. Boya qaraganimda 299 ta medalim bor edi. Nimagadir 300 so'm qo'ydi. Yutganim yo'q. Hech bunaqa mana qit'alar aro bilan umuman o'ynamagan ekanman. Adashmasam bu Misrdiki. Yo'q, xato. Sonrasida еще bir qilaylik. Va pushka Valverdi. Ajoyib pushka bo'ldi bu. Hat-trick qayd etdi. Kroos tabriklab qo'yapti bu hat-tricki bilan. Qanday pas, endi qanday to'xtatish va qanday pushka. Men bu pushkaga o'yin qahramoni qo'yib borardim, bor-ku. Halimki o'yin qahramoni. Va yana Valverde ichiga o'tdi. Salah yetolmay qoldi. Lukman, xullas 5-1 yutqazdi do'stlar. Shu bilan video o'z yakuniga yetadi do'stlar. Hozir nimagadir menda internet yaxshi ishlamayapti. Xayr, sog' bo'linglar do'stlar.